Erim meni tushunmaydi, eshitmaydi, mehr bermaydi, gaplashmaydi. Men bugun o'zbek tilidagi so'zlarni tarjimasini kengroq tushuntirishga harakat qilaman. Nimaga deng? Chunki gaplashish boshqa, eshitish boshqa, tushunish boshqa, e'tibor berish boshqa, mehr boshqa. Va bularni siz bitta so'zga tiqib qo'yapsiz. Keling, yaqinroq o'tiring agar sizda ham xuddi shu muammolar bo'lsa. Xo'p. Eringiz e'tibor berish uchun avval sizda energiya bo'lishi kerak. Siz ham chiroyli, xushchaqchaq, pozitiv kayfiyatda yonib turgan odamga qarash to'g'rimi? Xo'mraygan, yig'lagan, siqilgan odamga sizni ham qaragingiz keladimi? Shaxsan men qaragim kelmaydi. Yuraklarim siqilib ketadi. Misol uchun shunaqa hammada shunaqa bir qo'shnisi bor. Tabiiyki bor. Doimiy mig'irlagan, doimiy недовольный, doimiy undan недовольный, bundan недовольный. Gaplashgingiz keladimi? Yo'q. Eringiz sizga e'tibor berishi degani majburlab menga qarang emas. O'zi asosan sizga qaragingiz kelsin. O'zi sizdan ko'zini uza olmasin. Bu uchun siz ham bir oynaga qarangchi o'zingizga. O'zingiz приятныйmisiz? Maza qilib o'zingizga qara olasizmi? Yo o'zingizdan charchab ketganmisiz? Hali o'zingiz bilan o'zingiz yolg'iz qolishdan qo'rqsangiz, o'zingizdan tinimsiz kamchilik topib ko'nglingiz to'lmasa, qanaqa qilib eringiz qarasin? Chunki hali o'zidan ko'ngli to'lmagan insonni atrofdagilar ham to'lmaslik bilan aks ettiradi. Endi qarang, eri meni tushunmaydi, gaplashmaydi, mehr bermaydi degansiz. Gaplashish, tushunish, eshitish ulg'aygan insonning programmasi. Ya'ni psixologik ulg'aymagan insonlar gaplasha olmaydi ham, eshita olmaydi ham, tushuna olmaydi ham. Siz hali beri eringiz bilan gaplasha olmaysiz. Xafa bo'lmang gapimdan. Chunki gaplashishga tayyorgarlik ko'rish kerak. Men siz eringiz bilan gaplashish formulangizni aytaymi, qanaqa gaplashasiz? O'tiring men bu yoqqa. Siz qachongacha shunaqa qilasiz? Nimaga shunaqa qilasiz? Nima aybim bor? Nimaga o'daqasiz? Bu gaplashish emas. Bu sen mana bu yerda o'tir, men seni jazolab olay, men senga hamma gapim aytib olay, ichimdagi hamma g'azabim yakunlay degan gap bu. Bu gaplashish emas bu. Gaplashish bu ikkita inson orasida sodir bo'ladi. Faqat bitta odam gapirishi bu monolog bo'ladi. Ikkita odam gaplashishi bu dialog bo'ladi. Tushunyapsizmi? Tasavvur qilyapsizmi? Siz hali gaplashishga to'liq tayyor emassiz. Avval tayyorgarlik ko'rish kerak. Gaplashishga to'liq tayyorgarlik ko'rish uchun birinchi navbatda o'zingiz bilan kelishib oling. Nimaga eringizga gapirmoqchisiz? Nima uchun undan alamingiz olmoqchisiz? Nima uchun undan asabiysiz? Qaysi savollaringizga javob beringizdan kutyapsiz? Nimalarda ayblayapsiz? Kimlardan olgan alamingizni eringizga sochmoqchisiz? Qaysi yakunlamagan travmalarni eringiz bilan yakunlamoqchisiz? Tushunyapsizmi? Hali gaplashishga hali ancha bor, ancha etapda. Gaplashish umuman boshqa rakurs. Gaplasha oladigan juftlar ajrashmaydi. Sizning muammoingiz hali gaplashishga tayyor emas, lekin gaplashmoqchisiz. Xuddiki bu pirogingiz hali pishmagan, duxovkaga tiqdingiz, gradusini to'g'rilamasdan, startni bosmasdan tortib olib, nega pishmadi deyotgandek. Tushuntira olyapman-a? Ya'ni hali ruhiyat tayyor bo'lish kerak. Gaplashish bir necha bosqichlardan iborat. Endi yuqoridagi savollarimga javob bering. Qaysi birini qilmoqchisiz eringiz bilan? Endi ikkinchi savolimga javob bering. Qaysi erkak xotinini oldida boshqarilishga rozi bo'ladi? Siz eringiz bilan gaplashmoqchi emassiz, siz uni boshqarmoqchisiz. Bu bizning tilda manipulyatsiya. Mamnaqa-ku, boqishingiz kerak-ku, e'tibor berishingiz kerak-ku, nega uylandingiz, nimaga unaqa, nega bunaqa? Bu to'g'riroq ritorik so'roq gap. Savoliga javob o'zingiz bilasiz, lekin savol beraverasiz. Nima kutyapsiz? U sizga qarab, "Ha onasi, men aybdorman, men seni eshita olmayman. Davay alaming menga soch deyishimi?" Yo'q, kechirasiz, erkak kishi hech qachon unaqa demaydi. Eringiz yo'qotish istamasangiz, erkakni boshqarishni istamang. Yaxshi o'zingiz bilan kelishib oling. To'xta, qadrligim o'zim. Men qaynonamdan, qaynigachimdan, mullakamdan bolalarimning alamini erimdan olishga haqqim yo'q. Chunki erim тут вообще ни при чем. Yoki-da adam yoshligimda oyimni eshitmagan formulasini, pozitsiyamni yakunlamaganim uchun erim aybdor emas. Yoki-da o'zim ichimda o'zim kelisha olmaganim uchun, ilm olib savollarimga javob topa olmaganim uchun erim aybdor emas. Avval mana shu 5 ta etapni yakunlaysiz, ulg'ayasiz, sokinlashasiz, eringizni eshitish qobiliyatiga ega bo'lasiz, ana undan keyin gaplashasiz. Hali etap bor. Endi menga aytishingiz mumkin, qachon o'rganaman men? Siz menga nechta bosqich aytdingiz? Qanaqa qilib o'rganaman? Men bilmayman, deyapsizmi? O'rgatmoqchiman. O'rganasizmi?
Faqat to'xtang, bitta narsaga kelishamiz. O'rganasim deganda eringizni boshqarishni istamang. Men erkakni boshqaradigan ayollar toifasiga doim bitta gap aytaman. Hurmatli opalar, singillar, ayollar. Erkaklar rahbar biz emas, biz itoatga buyurilganmiz. Agar o'rganaman desangiz, shu pozitsiyani tanlab keling, men itoatga o'taman. Men oilada erim rahbar bo'lishni istayman. Men erimni ham, o'zimni ham ulg'aytirishni istayman. Men erimga itoat qilib, ularga bo'ysunishni istayman. Erimga kibrni tarbiyalashni istayman va eng asosiysi ikkalamiz chiroyli muloqot qilishimizni istayman desangiz, keling, men sizga o'rgataman. Chunki siz eringiz bilan gaplashish etapigacha kelmasangiz, juda katta ehtimoliyla o'zim statistikamdan kelib chiqib gapiraman, sizni farzandlaringiz ham ertaga jufti bilan gaplasha olmaydi va juda katta ehtimoliyla bu ajrimga olib boradi. Chunki ajrimga kelgan juftlarning aksari faqat bir-birini ayblaydi. Bu bunaqa, bu bunaqa, bu bunaqa, bu bunaqa, bu bunaqa, bu bunaqa. Bu juda xunuk ko'rinadi atrofdan, ishoning. Ayol itoat qilmayapti deb qarasangiz, erkak ayol kamchiligi juda xunuk ko'rinadi. O'sha uchun ham yakunlash kerak. Ajrim yechim emas. Onangizga qochib ketish yechim emas. Bizning ayollar aksar holatda, ayniqsa mana shu opa-singillarimiz, jon opa-singil mana shu ish qilmayli. Eringizdan nimadir kutasiz. Anu erkak xabari ham yo'q kutishingizdan deylik, 8-martga siz deylik, tilla kutdingiz. Bu eringizni xabari ham yo'q siz kutishingizdan, endi bechara bir gul bilan endi go'sht olib kelibdi uyga. Qovoq tumshuq qilib bolangizni ko'tarib oyingizga ketib qolish, to'xtang. Bu bolachani pozitsiyasi. Sizda yaratgan bergan ne'mat ong, tafakkur, til bor, muloqot bor. Adasi, men bugun sizdan gul bilan go'sht o'rniga yonida tilla ham kutuvdim. Ishlaringiz yaxshi bo'lsa, olib bera olasizmi? Deyish mumkin. Siz bilan ketishingiz mumkin. Etib ko'ring shu gapni, ko'raman ko'radigam deyapsizmi? Men bitta qoidam bor. Pul bermaydigan erkak yo'q. So'rolmaydigan ayol bor. Shunchaki siz so'rash qoidasini bilmaysiz. Bu ham psixologiya. Erkak psixologiyasiga moslashib gaplashish bu psixologiya. O'rganmoqchimisiz? Eringiz psixologiyasini, muloqot qilish usullarini, eng asosiysi itoatga o'tib, oilangizni saqlab qolmoqchimisiz? Ulg'aygan inson versiyasida mazza qilib gaplashmoqchimisiz? Buni o'rgataman. 19-20 aprel kunlari baxtli va ideal ayol bo'lish sirlari nomli 2 kungina marafon tashkil qilyapman. Bor yo'q 2 kun. Mana shu 2 kunda sizni eringiz bilan barcha muammolaringizga kirib, sabablarini aytib yechim bermoqchiman. Besplatni, mutlaqo tekin, lekin bitta sharti bor, zapis berilmaydi. Shu sababli siz dunyoning qaysi nuqtasida bo'lsangiz ham 19-20 aprel kuni o'zingizga shu 1-2-3 soat vaqt ajratib, cho'zilib ketsa, mabodo praktikalar 2 soatdan oshishi mumkin. Vaqt ajratib, daftar ruchka bilan kirasiz, xolos. Endi aytishingiz mumkin, xo'p, qayerdan kirib qatnashaman? Qarang, mana shu videoning tagida havola turibdi. Mana shu havolaga kiring. Ro'yxatdan o'ting, ya'ni qaysi manda kirib podpiska bo'lsangiz bo'ldi, tamom, shu xolos. Sizdan hech nima talab qilinmaydi, podpiska uchun pul talab qilmaydi. Mabodagi havolani bosganingiz muammo bo'ladigan bo'lsa, yoniga krayniy случай, ya'ni har ehtimolga qarshi telefon raqamlarini ham qoldiramiz. Telegramdan yozib, mana shu marafon kanalim havolasini olishingiz mumkin bo'ladi. Endi ham o'rganmasangiz, demak siz hayotingizni o'zgartirmoqchi emassiz. Men sizga teppa-tekanga o'rgatmoqchiman. Kelishdiki, sizni kutaman, to'xtang, hali shoshmang. Men aniq bilaman, sizda eri bilan kelisha olmaydigan, sizga telefon qilib eri yomonlaydigan dugonangiz bor. Unga ayting, dugona, yomonlama, yechim bor ekan. Keyin o'rganamiz deb unga bu havolani tashlab qo'ying. Kelishdikmi? Salomat bo'ling.